Raqamli transformatsiya davrida huquqni muhofaza qilish faoliyatidagi zamonaviy chaqiriqlar va tahdidlar ayni mavzudagi anjuman yalpi majlis va parallel sessiyalar ko'rinishida tashkil etildi. Xorijiy va mahalliy ekspertlar tomonidan huquqni muhofaza qilish sohasida fan va ta'lim raqamli davrida korrupsiya va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish masalalari muhokama qilindi. Bugungi kunda raqamli texnologiyalar nafaqat yangi imkoniyatlar, balki jiddiy xavf-xatarlarni ham olib kelmoqda. Ayniqsa, huquqni muhofaza qilish tizimi bunday sharoitda zamonaviy yondashuvlar va aniq yechimlarni talab qiladi. Mazkur anjumanda 30 dan ziyod davlatdan kelgan yetakchi mutaxassislar, akademiklar va xalqaro tashkilotlar vakillari qatnashdi. Plenar majlisda inson huquqlarini himoya qilish, korrupsiyaga qarshi kurash, sud huquq tizimini takomillashtirish bo'yicha amaliy takliflar bildirildi. Konferensiya doirasida huquqni muhofaza qilish akademiyasi bir qator milliy va xalqaro tashkilotlar bilan anglashuv memorandumlarini imzoladi. Bu hamkorliklar innovatsion ta'limni rivojlantirish va xavfsizlik sohasidagi qo'shma loyihalarni amalga oshirishga xizmat qiladi. Dunyo o'zgarib bormoqda va kundalik hayotimiz tobora raqamli muhitga ko'chib boryapti. Ta'lim, bank xizmatlari, davlat idoralari faoliyati va xaridlar kabi ko'plab jarayonlar onlayn shaklda amalga oshirilmoqda. Bu sharoitda inson manfaatlari, ayniqsa huquqlari raqamli makonda ham ishonchli himoya qilinishi zarur. Shu sababli mamlakatimizdagi Bosh prokuratura, Huquqni muhofaza qilish akademiyasi, Raqamli kriminalistika ilmiy targ'ibot markazi kabi muassasalar bilan hamkorlik juda muhim ahamiyatga ega. Bu avvalo huquqni muhofaza qiluvchi xodimlar internetda sodir bo'layotgan jinoyatlarni tergov qilish, dalillarni to'plash va ularni to'xtatish bo'yicha yetarli malakaga ega bo'lishlarini ta'minlashga xizmat qiladi. Shuningdek, konferensiya davomida 3 ta yo'nalish bo'yicha asosiy parallel sessiyalar tashkil etildi. Sessiyada kadrlar tayyorlash sifatini oshirish, ta'lim va ilmiy faoliyatni integratsiyalash, raqamli tahdidlarga javob berishda ilg'or tajriba va yondashuvlar muhokama qilindi. Mazkur anjuman kiberjinoyatchilik va terrorizmga qarshi kurash sohasida yuzaga kelayotgan zamonaviy tahdidlar yuzasidan muhokamalar olib borish uchun juda muhim. Terrorchilik guruhlari sun'iy intellekt yordamida o'z targ'ibot materiallarini turli tillarga tez tarjima qilib, keng tarqatmoqda. Ular kriptovalyutalarni moliya manbai sifatida ham qo'llamoqda va bu holat Markaziy Osiyoda ham kuzatilmoqda. Shuning uchun mahalliy va xalqaro huquqni muhofaza qiluvchi markazlarning bunday masalalarni muhokama qilishi juda muhim. Kelgusi oy ochiq manbalar asosida ma'lumot yig'ish bo'yicha maxsus trening ham o'tkazish rejalashtirilgan. Anjumanda bildirilgan taklif va mulohazalar sohadagi islohotlarga yangi mazmun bag'ishlab, huquqni muhofaza qilish tizimining raqamli davr talablariga mos ravishda rivojlanishiga turtki bo'ldi.